Haliyam ishdammisiz? Qog'ozlarga ko'milib o'tiravermay, meniyam aylantirganini olib chiqing. Gel. İşlemiz. Assalomu alaykum dadajonisi. Charchamay ishlab oldingizmi? Chiqdingizmi ishdan? Ana, sentrga yangi restoran ochilibdi-da, jon. Meniyam shu yerga olib boring. Ha. Bolalaringiz bilan kutib o'tiribmiz. Ovqatimiz ham pishdi. Tezroq keling, yo'lda ehtiyot bo'ling. Yana monta yeyman. Buni dadangga olib qo'ydik-da qizim, axir u biz uchun ishlab yuribdilar. Ertaga senga o'zim boshqatdan qilib beraman, xo'p? Xo'p. Bir dona ye. Mayli, manikini ola qolgin. O'tirsizlarmi onasi? Assalomu alaykum. Yaxshi ishlab Alaykum keldingizmi? assalom. Rahmat. Keling, o'tiring. Men hozir choyni yangilab kelaman. Ovqat ham tayyor. Choyini qo'y, o'tir. Onasi, bunchalar yaxshisan. Bunchalar mehribonsan, onasi. Bunday demang. Meni hijolat qilyapsiz. Men ahmoq seni qadringga yetmayapman ekan. Unday demang. Siz o'tirib turing, men hozir choyni yangilab kelaman. Xo'p.